Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz hamkorliklar. Avval xabar berganimizdek, respublikamiz bo'ylab 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilmoqda. Xususan, Xonqa tumani bo'ylab mazkur oylikni yuqori saviyada o'tkazish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida uy-joy fondi, ijtimoiy soha obyektlari, korxona, tashkilot, muassasalar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnogen avariyalar va boshqa texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida 92 ta ijtimoiy va 41 ta iqtisodiyot obyektlarida tadbirlar tashkillashtirildi. Aholi o'rtasida ovqatdan zaharlanish va botulizm kasalligini oldini olish maqsadida tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda 29 marotaba bozorlar, savdo majmualari va boshqa obyektlarda o'rganish ishlari olib borilib, iste'molga yaroqsiz bo'lgan 216 kilogramm yaroqsiz oziq-ovqat mahsulotlari sotuvdan va iste'moldan chiqarildi. Shuningdek, o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olish maqsadida hududiy sanitariya, epidemiologiya va veterinariya xizmatlari bilan birgalikda 22 ta seminar va suhbatlar tashkillashtirildi. Ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarni sohaga nisbatan bilim va ko'nikmalari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha 72 marotaba fuqaro muhofazasi kuni tadbirlari bevosita muassasalar xodimlari va o'qituvchilarni jalb qilgan holda amaliy tarzda o'tkazildi. Bundan tashqari, tumanda sohaga qiziqish yuqori bo'lgan yoshlar uchun 3 marotaba ochiq eshiklar kuni tadbirlari tashkillashtirilib, yoshlar bilan suhbat va ko'rgazmali namoyishlar tashkil qilindi. Ijtimoiy soha obyektlari, korxona va tashkilot muassasalarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnogen avariyalar hamda boshqa tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida 5 marotaba maxsus taktik o'quv mashq va mashg'ulotlar o'tkazildi. Tasarrufida fuqaro muhofazasi inshooti, ya'ni radiatsiyadan himoyalanish joyi saqlovchi o'ta muhim va toifalangan va boshqa obyektlarda namunali muhandislik muhofaza inshooti mavzusida 3 marotaba ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Tuman hududida joylashgan toifalangan obyektlarda, shuningdek 38 ta idora va tashkilotlarda tashkil etilgan fuqaro muhofazasi tuzilmalarining asbob anjomlari bilan ta'minlanganligi va tayyorgarlik darajasi o'rganib chiqilib, amaliy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, tumanimiz aholisini zilziladan oldin, zilzila paytida va zilziladan keyin to'g'ri harakatlanish borasida 56 marotaba uchrashuvlar, suhbatlar va seminarlar o'tkazildi. Amalga oshirilgan tadbirlar ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, aholi o'rtasida targ'ibot tashkilot ishlarini olib borish maqsadida respublika va mahalliy televideniyalarda 3 marotaba chiqishlar amalga oshirilib, 49 ta radiolar eshittirildi. Ro'znomalarda 2 marotaba maqolalar chop etilib, ijtimoiy tarmoqlarda 42 marotaba chiqishlar qilindi. Markaziy ko'chalar, bozorlar, yirik savdo, ko'ngilochar maskanlar, maktab, maktabgacha ta'lim, tibbiyot muassasalari hamda odamlar ko'p to'planadigan boshqa joylarda 3 ta katta hajmli bannerlar o'rnatilib, elektron tablolarda 60 ta videoroliklar va e'lonlar joylashtirildi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy soha, iqtisodiy obyektlarda va tashkilotlarda oylikning 20 kuni davomida jami 133 ta seminarlar, uchrashuvlar va davlat suhbatlari o'tkazilib, ularda 55.750 nafar fuqarolar, ya'ni tumanimiz aholisining 27,5% qamrab olindi. Xonqa tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligini yuqori saviyada o'tkazish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Shuningdek, hozir kunning isish davomida aholimiz tomonidan bog'larni obodonlashtirish, ko'kalamzorlash ishlarida chiqindi quruq o'tlarni yoqmaslikni, yosh bolalarni uyda qarovsiz qoldirish, ya'ni ularni gugurt o'ynashiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek elektr va gaz tarmoqlariga e'tiborli va xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda foydalanishlarini iltimos qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi davomida har bir fuqaroning faol ishtiroki juda muhim. Barchangizni mazkur tadbirda faol etishga, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga, atrofdagilarni ogohlantirishga chaqiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.